Zarista 10 ming so'mdan ro'mol olganmisiz? Ro'za oyi munosabati bilan 10 ming so'mdan ro'mol qo'yildi. Assalomu alaykum og'a. Assalomu alaykum. Ro'mollar necha so'mdan ko'p beramiz? 10 mingdan. Ro'za oyi bo'lganligi uchun. Ro'za tomon bo'yicha ko'p berib bilasizmi? 10 martadan. 10-martadimman. Sizda yana qimmatroq bir ro'mollar bormi bu yerda? Bor. Qaysilardan? 80 ming so'mdan. Hava. Agar siz nomusdan aytib kelsalar, Ha. bundan birini qo'shib beramiz 2-3 ag'lar. 200 alganlari birini qo'shib berasiz. 10 minglikda. Buni necha qatori buni 10 ming so'm ishidagilar? Ish qator bitti. 1 2 3 4 5 qatorang. Sevetlari necha xil seveti bor buni? 8 svet bor. 12 svet bor. 12 svet bor. Ina ishlar atkayna. Hozir skitga qo'yib turibmiz. Bemalol ko'ring. Ina sevetlari bilan. Hozir video olib turibman, kelib turibdilar. Oydinmi? Shunsin geldim. Bemalol ko'ravering. Bu yerda neda bir adresi desangizlar, men hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Ben desa boshqa chekka ro'mollarimiz ham bor, assortimentlari dim ko'p. Buning adresi Toza bozorda, bu yerda bankomat bor bilsangiz. Toza bozor o'rtasida bankomat bor. Bendan Toshkentdan kiraverishdagi bankomati yanginasi bo'ladi ishida. Xudo xolosa bera siferni yozib qo'yamiz. Bemalol kelaverasizlar. Ro'za oyi bo'lganligi uchun ishidagilar hammasini 10 mingdan berib turibdilar. Ko'rganingizdek, hozirdan olib turibdilar.